Dostlar, instrumentlerin birinchidan qisqa obzor ko'rsatib o'tamiz. Perforator. Yadbonli molotov mu? Perforator. Necha joule beradi bu? 6 jouldan başlaydı. Eng arzoni necha so'm? En arzon perforatorlarımız 550 bin so'mdan başladı. 550 mi? Aslında perforator, bunlar ham perforator aytiladi. Bular 350 mingdan başladı. Bu yil eng qimmati 600-650 ming so'mgacha. Makita чисто японскими yo'q, nima? Yo'q, bu podelka. Podelka Kitay. Kitay podelkasi. tushunarli. Originali yo'q makitani. Original endi qimmat bo'ladi. Originali pod zakaz bilan olib beramiz. Necha so'm bo'ladi pod zakaz? Pod zakaz bilan 240-250 dollar bo'ladi. Endi bu so'm hisoblaganda 3 million so'm boradi. Lekin original bo'ladi. Ha, original bo'ladi. Hisobing. Lekin buni narxi 550 ming. 550. Gachib beradi o'lang. Yechib beriladi mana. Tak, kesindan nima bo'ladi? Zapaska nelar? Kesinda 2 dona pika bo'ladi, 3 xil bur bo'ladi. Garantiya chiqindi mi? Garantiya zavodskiy defektini 6 oy. 6 oy. Erta misol bir haftadan keyin ishlamay qolsanchi bo'ladi, narsa shu Agar 3 kezga kun misol. ichida ishlamay qoladigan bo'lsa, almashtirib beramiz. Bir haftaning ichida, 10 kun ichida orient tarafdan bir brak defekt chiqadigan bo'lsa, uni bir tarafdan ustaxonada o'tirib beramiz. Servisimiz bor. Servisimiz bor. Tushunarli. Tak. Yana dostlar, har xil sinov bor ekan. Eng xadovi qaysi ketib turibdi hozir? Spros. Eng xadoyi Spros ketib turganlari, masalan, Polvon ketib turibdi. Tak. Kronni firmasi ham ketadi, чисто original Kron. Keyin EPA ketadi, Pit. Endi bu yetishini sababi bor. Masalan, her usta o'zini ishlatgan instrumentini oladi, iloji boricha. Evveldan ishlatganini, yanındaki ustasi nav ishlatib turgansa, shuni talab etib keladi. Shuning uchun bunday assortimentimiz ko'p. Masalan, shu taymda 60 yildan ziyod perforator shu sababdan ham. Bo'lmasa hammasi bir xil vazifani bajaradi, lekin u klient didindan kelib chiqib assortiment etib qo'yamiz. O'zini vkusini qarab ishlataveradi. Vkusini qarab ishlatish uchun assortiment qo'yamiz. Tushunarli. Tak, shundan keyin bu yerda urinlar. Nechadan boshlanadi bu? Lazerli urinlarimiz 300 ming so'mdan boshlaydi. Eng arzoni. Ava. Emondaydan KSV'larimiz boyinay. Bu diod originalmi yo nima? Bular podelka narsa. Ha, podelka. Podelka, lekin komplektatsiyasida hamma narsasi bor. 2 akkumulyator, chemadon, nabor hamma o'zi bor komplektatsiyasida. Necha so'm bu kron? Bu 550 ming so'm chiqib turibdi hozirgi kunda. Geç biraz. Gashtab beriladi. Oni nasiya kredit olmasa bo'lamizda yo ko'rinoq nima? Nasiya, kredit hamma o'zi chiqadi. Bank kredit ham bor. Pasport kerak ekan? Pasport, plastik kartochka kerak. Tak, tushunarli. Shundan keyin buni pылесостlarim bor ekan. Промышленныйmi deymilar buni? Bular промышленный. Yo'q. Строительный, давай. Nechadan boshlanadi? Строительныйlarimiz 650 ming so'mdan boshlaydi. 3,5 million so'mgacha. Dostlar. Chelakli bo'yang hisoblanadi. Avval litri motoridan qarab hisoblanadi. Ya dostlar. Birinchidan boramiz. Bu bizada generator o'shidan. Generator, dvijoklar. Dvijok. Ya 5 shumdang bu. Bu 5 shumli variantimiz avval. Benzinda 5 shumli ishlaydi. 220 chiqib beradi. 220 chiqarib beradi, rossiyskiy firmaniki. Novan qo'ysa bo'ladi, televizor, xolodilnik. 2 kilovat tokacha ishlatadi. Televizor, xolodilnik, uyni освещениясini полный ishlatib beradi. Necha kilo chiqadi bu? O yengil ekan-ku. Yengil, udobniy. Neradir dachaga, dam olishlar ham olib ketsa bo'ladi, pikniklar olib ketsa bo'ladi. Ob'yom benzini 10 litr bo'ladi. Расходi 300 gram. Satinami? Bir satini. 300 gram benzin edi. Misol. Zo'r ishlaydi. Mana knopkani bossangiz, yoqdingiz, bo'ldi, ketdi. Ha, start stopda yanadi. Bir donang, mikka. Chiqish vaqti bir bo'ladi. Banda yomg'ir tranik ketadi. Yana o'zi tranik taqsangiz bo'ldi, tranik ikkab hamma o'zingiz taqaverasiz. Kerak emas lekin bang. Uy uchun dim hozirgi momentda kerak narsa. Pul nomati biting necha dedingiz? Bu 4 million so'm chiqadi. 4 million. Gash berasan? Gashib beramiz. Tushunarli. Hozircha bir variant bosding, shunday. 5 shumlining bir varianti bor, lekin generatorlarimiz dim ko'p asartib. Bular nechadan? Bular 3 million 800, 3 million 500, 6,5 million. Ketaveradi. Bu ketaveradi. Kilovati, vatına qarab. Bu mo'yka o'xshaydi bang. Bular karchera. Eng arzoni, eng qimmati? Bizda eng arzoni bularning 650 ming so'm. Eng qimmat mo'ykalarimiz endi ular 12 million so'mgacha. 140 bar davleniya baradorlarimiz hamyon bop narsa 1 million 300 ming so'm chiqadi. Yashang. Avval komplekt shalankalari, pena pistoletlari komplekt ichida bor, hamma o'zi. Hisob. Garantiyasi 6 oy. Bular Kompressor. Eng kattasi necha so'm? Bizda eng katta kompressorlarimiz 9 million so'm. 9.
En arzanı bir de. Eng arzon kompressiyalarimiz oraya Ha, tarafta. oranda kerak. Bular 3 milyon, 3,5 milyondan başlaydı, 9 milyona varadi. Hisoblanadi do'stlar. İşçiler ko'p ishlatadi buni. Buni eshik, zina, MDF bilan ishidan ustalar ko'p ishlatadi. Funksiyasına qarab pulni o'zgaraveradi. Bularning funksiyasi motori kilovattiga qarab o'zgaradi. Masalan, bularni 40 santimetrgacha kesishga mo'ljallangan narsa. Bular 35 ga mo'ljallangan. Motor ham kichkina bo'ladi. Uni motori katta bo'ladi. Eng arzoni, eng qimmati aytib o'tsak, Buni eng arzoni 900 ming so'm, eng qimmati 3,5 million so'm. 3,5. Bu bir katta ekan sizda. Bu biri ko'p. Buni yan tarafda turibdi aslanlari. Yuqorida sug'orishgan apparatlar. Sug'orishgan apparatlarimizdan 650 ming so'mdan boshlaydi. Tak. 1 million 800 ming so'mgacha eng qimmat sug'orish. Tushunarli. Tokni o'rnatmaymi bu? Bular hammasi inverterli. Hozirgi sug'orish apparatlarning hammasi inverter. Past tokda ishlaydi. Tok o'ynatmaydi. Ajoyib. Gerek besh. Xo'jalikda. O'zim ham qiziqaman-da buni o'zim. Sug'orishgan apparatlar o'rtoqlaring. Yelka tashib ketaverasiz-da? Ha, to'g'ri yerga osib ishlab yuraveradi. Hisob. Ko'ringlar do'stlar, kelaverasiz. Mana bu kishinekkina nima bor ekan? Nima deydi bu? Bular mramorchilanchi. Ha, mramor. Sholka bular. Mramor, granit, tosh kasish uchun mo'ljallangan narsa. Kafe. Jazm bu apparatlarınız. Bular 350-400 ming so'mdan boshlaydi. Yaxshi beradi. Tak, shundan keyin bunda bizada instrumentlar, o benzopila. Vam kerakli baş. Bu rossiyskiy benzopilalarimiz, bu deyilgan narsalar hammasi rossiyskiy firmaning vajlari, number 1 firmaniki. Buni asosan Xorazmda dillerimiz, number 1 firmani, viloyatlarda, rayonlarda, tumanlarda ham do'konlarimiz bor. O'zimiz ta'minlab beramiz. Stensillarni ham mavjud bular. Sug'orishgan apparat, ko'p ishlataman shuni baş. Necha bu? Bular 450 ming so'm. 450. Variantlar bor ekan, 2-3 bor ekan. Tushunarli. Number 1. O, ya bundaniki o'xshaydi, bang, avto texnik ishlatiladi u. Bu 3D razval, Ustoz firmasi. Ustanovkasi ham komplektning ichiga kirgan bo'ladi. Ustanovchi narxi ham buning narxi 60 million so'm. Shuning ichida ustanovka, toza proshibga urilib, joyini qisib beradi. To'qlab berasiz. Podключат. Podключ ham monitor, monitor ham mavjud bo'ladi. Tushunarli. Yana nechta qiziqarli ishlar bosda, brat. Endi biz do'konimizda har vaqtdan bir ketib turamiz-da. Yuz o'ynayapti. Instrumentlar g'ijir-mijir. Qiziqarli narsa ko'p. Do'konimizda ishlasang, bir dona vajdan hisoblasangiz, 8500 dona narsa bor. Assortiment. Bir-biriga o'xshagan narsalardan. Buni aytib qo'ymaydi ekan, bir video tushirib, u chigan yaxshi ekan-da do'koni, to'g'rimi? Tak. U illustroykalar, ustalarimiz ham bor, buni oladi uni. Necha so'mdan boshlanadi bu? Bular 1 million 400 ming so'mdan boshlaydi, 2 million 300 ming so'mgacha. Mana do'stlar. Plyush naborning. Plyush naborlarimiz 750-800 ming so'mdan boshlaydi, 3,5 million so'mgacha. Mana do'stlar. Shundan keyin menda chudavajanye, ruletka deysizmi, otverka, ular ham bor ekan, naborlar. Buram bor ekan do'stlar. Hisob qachlar deysizmi? Shku bu instrumentlar. Instrument deb girgan odam bitadi. Ana. Instrument deb do'konga girsa, shu o'zining ko'nglidagi, talabidagi narsani olib biladi. Engashtirib berasiz. Xudo xolasa. Ya beton netadan o'xshaydi bang. Olmaz. Har xil diametr, olmazning disk. Gap bo'lishi mumkin emas. Bu aslında yağaç uchun mo'ljallangan disklar. Stanoga qo'yiladi. Stanoga qo'yiladi. Yap ko'rgan tarsofkalaringizdan qo'yiladi, uni variantlari bular. Hisob. Stanokni o'zi o'xshaydi bang. Bular stanok. Taxtami yo mramor kesam? Bu yo'q, taxtaga mo'ljallangan. Aslında melki ishlatadigan ustalar uchun chiqqan narsa bu. Krupniy emas. Krupniy emas, lekin mayda detaldan va zotadigan ustalarimiz bor bizani. Svidiniy narsalarni zotadilar, mayda detallardan, yog'och. Kreslami, shunday vazlarni zotadigan ustalarimiz uchun chiqqan narsa. 3,5 milliondan 6,5 milliongacha bor bu. 220 deyishmi yo 220? Domashning to'qta. Mana shu 220. Büktep al ketaveradi unda mashina. Yo'qotgan bo'ladi o'zi. Kishiniki bo'lib turadi. Kishiniki bo'lib, chanadan bo'lib, и tenda balondan bayla o'zi tortib kelashga payda ketaveradi. Hisob mobilniy-da.
Gap boş mümkün emas. Yerem yani şurpoyurtlar var ekan dostlar. Har xil firmasından. Tamam, şurpörtlerimizden bak, şurpörtlerimiz az dalı momentde skitkiye düştüğün şurpörtlerimizden baynak. Bu toklu bayım mesela ya onu batarya zaret Bu var. hemmesi batarya ekan. Yani skitkiye düştüğün şurpörtlerimiz. Çözüm şu. Boş. 48 volt demir patron blok funksiyası var. 5 shotli sudan işletip beremiz. Narxı 200 ming so'm. Üsal. Komplekinde 2 batarya, zaryadchi кейsi var. 200 ming. 200 ming so'm. 200 dan net berasiz. 200 ming Skit so'm berasiz yani. skit yatib qo'yibmiz. Ha. 200 ming so'm bahasan. yatib qo'yibmiz ha. Makita Divolt'larım shundaymi? Makita Divol boş narxı bir xil üstüne. 200. 200 ming so'm. Ha dostlar. Buni 2 o'yindan yaqqanini saylab olaveradi o'zi için. 20 cham onu endi. Bala 26. 26 Hammasi 26. Toza partiya. Garantiya berasizmi akkumulyatorga? Buni akkumulyatorina 1 oy, motorina 3 oy garantiya beramiz. Sudan ishlaydi dedingiz sudan? Hozir ishini suvda qilsam ham ishlaydi. Toshkent. Toshkent ishlaydi, suvda ham ishlaydi 200 ming so'm. Ha dostlar. Gap boş mümkün emas. Yani dostlar, lobziklerim var ekan. Taxta bo'yicha. Bu toklu hani batarya desam. Hammasi to'qli batareyalarimiz ham bor. Keling, batareyalar bor aytamiz. Tok yo'q yerda ishlatib biladilar qo'limiz. Yani dostlar. Ne bo'lsam ya. Qisqa qilib ko'rsatdik. Ko'ringlar dostlar. Necha kvadratda joylashgan bu dükkanınız? 400. Hem bir perch instrument hein. Instrumentdan tartib. Telefon numarayı aytib bering. Mabada. 91lik 434 44 88. Uraverasizlar. Savollaringiz bo'lsa ya. Telefon urib, Telegramda tashlab beradi. Onlayn aytib ham dastlab ketasizmi? Dastavkamiz o'sha Urganch, Xiva, Xanka, Bog'at, Yanarq farqi yo'q, dastavka etib beramiz. Ha dostlar. Urganch Gullan yo'lida joylashgan Amudaryo instrument. Shundaymi axir? Tamam. Kelaverasizlar biratlar. Telefon nomerini ham hozir bir qator ko'rsatib o'tamiz. Ne? Like atdan chiqmasin dostlar. Пока.